Ustimga ulug' safar libosin yopdim. Manzillar aro ko'p yugurib, ko'p chopdim. Behishт kabi to'xtov edi har dil menga, har dilda ne baxt, faqat o'zingni topdim. Pahlavon Mahmud, saxovat maslagi peshvosi. O'zbek xalqi azaldan pahlavon, mard, vatanda farzandlarini g'urur va oriyat timsoli sifatida qadrlab kelgan. Ona zaminimizda tug'ilib o'sgan, el u yurtning or-nomusi uchun kurashgan mard xalqimiz tomonidan ardoqlanadi. Nomi havas bilan tilga olinadi. Xalqimizda bir gap bor. Insonlar eslanar ekan, demak u tirik. Ana shunday ulug' siymolardan biri Pahlavon Mahmuddir. Uning hayoti va faoliyati nafaqat jismoniy qudrat, balki yuksak ma'naviyat, saxovat va insonparvarlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan. Pahlavon Mahmud ilgari surgan fikrlar, hayotiy qarashlar bugun ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan holda yosh avlodni ezgulikka, halollikka va mardlikka chorlab kelmoqda. Yaqinda nashr etilgan Pahlavon Mahmud saxovat maslagi peshvosi kitobida ushbu buyuk siymo haqida eng nodir fikrlar, chuqur ilmiy qarashlar, shuningdek u zotning ruboiy va she'rlari jamlangan. Asar Pahlavon Mahmud siymosini yanada teran anglash, uning ma'naviy merosini keng targ'ib etishga xizmat qiladi. Mazkur kitob Pahlavon Mahmud jamg'armasi raisi kitob mualliflaridan biri Rayimboy Sherjanov, Jasurbek Mahmudov tomonidan yozilgan va 2025-yilda nashr etilgan. Bu ezgu tashabbus milliy qadriyatlarimizni asrash, buyuk ajdodlarimiz merosini yoshlar ongiga singdirish yo'lida muhim tashabbus bo'lib, Pahlavon Mahmud siymosiga bo'lgan yuksak ehtiromning yorqin ifodasidir. Ushbu kitobni barcha kitobxonlarga o'qish uchun tavsiya qilamiz.